Joriy yilning 27-yanvar kuni prezidentimiz huzurida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish hamda davlat byudjetiga tushumlar ustidan nazoratni kuchaytirish bo'yicha muhim topshiriqlar berilgan edi. Mazkur topshiriqlar ijrosi yuzasidan soliq xizmati organlari tomonidan joylarda tizimli o'rganish ishlari olib borilib, qonuniylikni ta'minlashga qaratilgan choralar ko'rilmoqda. Misol uchun, Farg'ona shahri markazida ko'p qavatli uy qurish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkor tomonidan 2025-yil noyabr oyi uchun taqdim etilgan soliq hisobotlariga ko'ra, soliq to'lovchi tomonidan tovar aylanma amalga oshirilmagan hamda soliq hisobotlarida umumiy aylanma mablag' miqdori 0 so'm ko'rsatilgan. Oqibatda esa davlat byudjetiga soliq to'lash majburiyati yuzaga kelmagan. Aslida-chi, qurilish korxonalarining soliq hisobotlari hamda tashqi manba ma'lumotlari asosida solishtirib o'rganilganda, Farg'ona shahrida joylashgan korxonada 2025-yil noyabr oyida 11,5 milliard so'mlik notarius orqali sotilgan uylar uchun elektron hisobot va fakturalar rasmiylashtirilmaganligi hamda soliq hisobotlarida aks ettirilmaganligi aniqlanib, ushbu holat bo'yicha korxonaga belgilangan tartibda xabarnomalar yuborilib, korxona mas'ul xodimlari bilan bog'lanib, aniqlangan kamchiliklar tushuntirilganda, korxona tomonidan belgilangan tartibda o'zi ixtiyoriy ravishda kamchiliklarni bartaraf qilib, 11,5 milliard so'mlik realizatsiya soliq hisobotlarida aks ettirib, hisoblangan soliqlarda to'liq byudjetga to'lanishini ta'minladi. Mazkur holat yuzasidan tadbirkor bilan muloqot o'tkazildi. Soliq to'lovchi tomonidan 11,5 milliard so'mga qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha qayta hisobot topshirildi hamda mazkur summa hisobidan 913 million so'm miqdorida qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasi qoplandi. Davlat byudjetiga 320 million so'm undirildi. Shuningdek, Farg'ona viloyatidagi ayrim umumiy ovqatlanish shoxobchalarida QR kodli chek berilmayotgani, ishchi xodimlar bilan mehnat shartnomalari rasmiylashtirilmasdan faoliyat yuritilayotgani kabi holatlar aniqlanmoqda. Yanvar oyining 31 kunida 18 da chek urilgan xolos. Nazorat kassa mashinasiga 18 million 300 bo'lgan summasi. Fevral oyining 9 kunida esa 14 ta chek urilgan, shundan 17 million 700 urilgan kassa apparatga. Bundan tashqari noyabr oyi hisobotlarida ishchilar soni 9 ta ko'rsatilgan xolos. Endi biz yangi ochilganimiz tufayli hozircha endi ishchilar qabul qilishni boshlayapmiz. Hali biz yangi ochilgan joyda ko'pincha ishchilar almashib turar ekan. Shuni hisobga jicha qiynaldik. Endi hozir xudo xolasa ancha izga tushib oldik. Agarda soliqdan qochish yoki yashirish holatlari bo'lsa, mijozlardan e'tiroz tushgan taqdirda sayyor soliq tekshiruvi tayinlashga asos bo'ladi. Shu haqda sizni ogohlantirib, profilaktik ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Soliq idorasi vakillari tadbirkor bilan suhbat o'tkazib, to'lov naqd pul yoki plastik orqali amalga oshirilishidan qat'iy nazar kassaga kirim qilinishi majburiyligi hamda iste'molchilarga QR kodli xarid cheki berilishi zarurligini tushuntirdilar. Farg'ona viloyatida yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan nazorat tadbirlari davom etmoqda.